Vatanni gapiradigan, vatanni deb joni achishadigan bolalarni qamayapsizlar. Ertaga Putin kelsa holinglarni ko'raman sizlarda. O kattalar. Bugungi hokimi-yu, bugungi deputati-yu, bugungi senatori-yu, bugungi hammasi. Agar Mirziyoyevga tosh otmasa, amaldagi davlat rahbariga, agar tosh otmasa, betimni tupurga tashlaylar. Endi bilmadim nima bilan tugaydi oxiri. Mana shu blogerlarga ov mavsumi boshlandi shekilli, norasmiy ov mavsumi. Prezidentimiz xalqaro tashkilotlarga borib baralla ovozda biz demokratiyalashib ketdik, u bo'lib ketdik, bu bo'lib ketdik deb maqtanishni biladilar. Lekin mana bu negizini qarasa, yuqoridan buyruqni berishadimi, Xudo biladi. Mana shunaqangi uyushtirishlar, mana shunaqangi blogerlarni olib kelib og'zini tiyish. Undan ko'ra telefon qilib aytsanglar bo'lmaydimi? Yo, og'zingni tiyib yur, bular yuqoridan topshiriq kelyapti deb bunaqa qilib shantaj qilib. Eng qizig'i hamma biladi-da mana shu usullarni-chi, yangi usul o'ylab topinglar. Hamma biladi uje. Mana shu bitta ayolni yollab turib oyda deb tashlanib, shantaj qilib 15 sutga olib kirib olishinglarni uje hamma bilib bo'ldi. Hayronmiz endi bu ketishda qayergacha boramiz? Qanaqasiga gullab yashnab ketamiz, Xudo biladi. Bunaqa qilib blogerlarni olib kelib tiqib, bir ikkita ayollarni yollab, pastkashlik bu. Aytib bey, vlastdan, hokimiyatdan vaqtinchalik narsa. 27 yil O'zbekistonda qahshatgan Karimovni qanaqa qilib o'lib ketganini hamma yaxshi biladi. O'zbek xalqini qonini ichkarilar bugun mana pensiya ham nasib qilmasdan yuribdi. Insonga e'tibor yili deymiz-ku, kechirasizlar. Quda andalarga e'tibor, klanlarga e'tibor, tanish bilishlar, qarindosh urug'larga e'tibor yili. Qamanglar, qamaveringlar. Nima keragi bor bunaqa konslagerda yashab, harbiylashgan lagerda yashab? Menga uyushtirmay qo'yaringlar, o'zimiz telefon qilsanglar, seni qamamoqchimiz desanglar, o'zim borib beraman chiroyli bo'lib. Chaqirsanglar, o'zimiz borib o'tirib bera olamiz shu joyga. Unaqa qilib ovora bo'lib, pulga odam yollab, shantaj qilishinglar shart emas. Birorta postdan video ham gapirib chiqmaymiz ham. Ana shunaqa seni 15 sutga olib kirib, ma'ruza qilib, leksiya o'qib, panyatga beramiz ekan desanglar, o'zimiz borib nima qilib bera olamiz biz. Ko'nikib qolganmiz biz shunaqa narsaga. Hamma gapirsa kechirasizlar, olib borib tiqib qo'yaversak, hammani otib tashlaylar. O'rganib qolgansizlar sizlar. Hammani otib tashlaylar. Oson bu narsa. Xalqaro tashkilotlar kelsa terroristlar deb gapirib qo'yasizlar, bo'ldi. Blogerlarning oldiga terrorizmga qarshi kurashdan odam jo'natasizlar. Nafas olishimizga bitta uchotchi qo'yib ketmaysizlarmi? Ko'proq nafas olib qo'yapmiz. Uchotchi qo'yib ketinglar. Nima qilaylik, tashab chiqib ketaylikmi sizlarga? Pasportni отказ qilamiz deb ariza yozaylikmi? Fuqarolikni atmin qilamiz deb prezident nomiga ariza yozaylikmi? Mashlarga qolsin, qutulaylik deylikmi? Mayli keyingi hokimiyat kelganda insof qilib, keyingi hokimiyatni vijdon, quda andasiz hokimiyat kelganda yaxshi kunlar kelib qolar. Blogerlarga bo'layotgan har bitta harakat yuqoridan buyurtilgan deb xulosa qildim. Bu meni shaxsiy fikrim. Yuqoridan birortasi falonchini tiyib qo'y, pistonchini tiyib qo'y demasa, hech kim ichki ishlar xodimlariga havas emas. Ular ham mana shu oilam, bolam, chaqam deb tirikchilik qilib yuribdi. Ichki ishlar xodimlari birortalardan xafa emasmiz. Shu bilan birga xavfsizlik xizmati xodimlariga ham, prokuraturaga ham sizlar vazifalarni bajaryapsizlar. Qaysi birimizni qamash deb buyruq bergan bo'lsa, bemalol qamoringlar, bizning qarshiligimiz yo'q. Sizlardan zarrachalik ginamiz ham yo'q, qudratimiz ham yo'q. Biz yuqoridan deb bilamiz. Nimaki bo'layotgan bo'lsa, boshimizga nima tushayotgan bo'lsa, yuqorini zakazi bilan bo'layotganligini prekrasno bilib turibmiz. Sizlardan ofitserlar bo'lsin, katta zvaniyadagi insonlar bo'lsin, hech qaysi biridan xafa emasmiz. Sizlarning boringlarga shukr deymiz. Sizlar borki mana shu tinchlikni ta'minlab turibsizlar, uyqularda harom qilib xizmat qilyapsizlar, sizlardan minnatdormiz. Yana bitta narsamiz, bunaqa pastkashliklarga ayollarni yollab, o'zbek ayollarini sharmanda qilib, mana shunaqa shantajchi degan fikrga olib kelib qo'ymaslik uchun o'zimizni chaqirsanglar chiroyli bo'lib o'tirib bera olamiz biz. Biz ana u nomardlarga o'xshagan nima emasmiz. Qo'limizga hokimiyat kelsa, gapirgan odamning tilini qisadigan. Yana qaytarib aytaman, biz shaxsan meni jamoam ichki ishlardan, davlat xavfsizligidan, prokuraturadan xafa emas. Va gina ham qilmaydi. Chunki uchala tashkilot ham buyruqni bajaradigan tashkilot. O'zbekiston qonunlarga emas, buyruqlarga amal qilib yashaydigan davlat. Telefonlarga amal qilib yashaydigan davlat. Nima deymiz? Qamanglar, hammani olib kirib qamanglar. Gapirganki insonni olib kirib qamanglar. Unini chiqarmasin bu o'zbek. Damini chiqarmanglar.
Abdulla Oripovda bir she'ri bor edi. Yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi degan. Mana shukurlar bo'lyapti. So'z erkinligi, inson qadri, demokratiya faqatgina qog'ozda ekanligini amalda ko'rsatib qo'yapsizlar. Vatanni gapiradigan, vatanni deb jon achishadigan bolalarni qamayapsizlar. Ertaga Putin kelsa holinglarni ko'raman sizlarda. O kattalar. Ertaga Ukrainani ololmasin. Shunday hammanglarni shunday oyog'ini tagiga baylab olmasa hali. Nafasni ham Putindan so'rab oladigan qilib qo'yadi hali. Hozir vatan uchun jonni kuyib gapirayotgan bolalarni ertaga vatanni hech kim himoya qilmaydi, ko'rasizlar. Hech kim himoya qilmaydi. Unutmanglar mana shu gapimni. Bugun amaldagi hukumatga, amaldagi davlat rahbariga paxta qo'yib turgan mana shu elita, yuqoridan o'rta qatlam, ertaga Putin hokimiyati kelsa, bugungi hukumatni qoralamasa betimni tupurga qilib tashlaylar. Siyosiy ma'noda aytyapman bu gapni. Ertaga Putin hokimiyati mabodoy Karim ketib qolsa, bugungi hokimiyat tufsasiqqa chiqmasa, betimni tupurga qilib tashlaylar. Bugungi hokimi-yu, bugungi deputati-yu, bugungi senatori-yu, bugungi hammasi. Agar Mirziyoyevga tosh otmasa, amaldagi davlat rahbariga, agar tosh otmasa, betimni tupurga qilib tashlaylar. Chunki Karimov o'tib ketgandan keyin ko'rdik biz. San'atkorlarni ham ko'rdik. Bu odam davrida qiynaldik degan san'atkorlarni ham ko'rdik. Hammani ko'rdik. Zamon siyosat bevafo bo'ladi. Siyosat juda ham bevafo bo'ladi. Elitadan yiqilganingizdan keyin, davlat zaiflashgandan keyin, boshqa davlatga iqtisodiy, ijtimoiy qaram bo'lgandan keyin, ana shu davlatni shunday qaram bo'lishidan oldin boshqargan elita rahbarlari juda ham qattiq jazolanadi. Birorta vatanparvar chiqib, vatanni himoya qilmaydi mana shu qilishinglarda. O'zbekni duxini sindiryapsizlar, olib kelib shantaj qilib, bu qilib. Hech kim himoya qilmay qo'yadi vatanni. Hech kim gapirmay qo'yadi. Men oshnon so'rab gapirayotganim yo'q bu gaplarda. To'g'ri, bu gapim yoqmaydi kattalarga, yuqorida o'tirgan oliy janoblarga yoqmaydi bu gapim. Bu yerda qo'llab o'tirgan insonlarga ham yoqmaydi ayrimlariga. Menimcha insonga e'tibor yilida bloger, jurnalist hammani olib kelib birma-bir Miyassarovkadan o'tkazilsa kerak bu ketishdi.